Bu narsaga hamma odatlanib qolgan, lekin aslida ilovalarni bunday qilib yopish ilovalarni sekinroq ochishiga olib keladi. Bunday qilib sekin o'ylanib turib ochdi qayerda-yu, sirazi kirib ochdi qayerda. Farqini sezyapsizmi? Hamma buni bunday qilib swipe qilib yorishga odatlanib qolgan. iPhone'larda bunaqa qilsangiz, naborot zaryad tezi ko'proq yeydi. Samsung'larda bo'lsa, u aytishlari bo'yicha bu zaryadni tejaydi, ya'ni swipe qilib chiqib ketishingiz. Lekin iPhone'larda o'zi ofitsialni aytib chiqqan, yopish naborot nimani sekinlashtiradi. U ishlashni sekinlashtiradi hamda zaryadni ko'proq yeydi. Chunki har doim ochganda uni boshqatdan загрузка qilish kerak. Bunday qilib swipe qilganingizda u kechda saqlanib turadi. Buni odat bo'lib qolgan sizga, uni sizga kerakli programmalarni, masalan, mana shunaqa swipe qilganda, очистить qilganda hammasini bunday qilib o'chib ketmasligi uchun, masalan, Telegramni olamiz. Ikkita programmaga kiramiz. Proba uchun. Uni ustiga uni ko'pchilik bilsa kerak, bosib turib, unga bitta bosib qo'ysangiz, uni закрепить qilib qo'yadi. Mana. Endi bunday swipe qilib очистitga bossangiz, mana Telegram qolib ketaveradi. Har doim. Yana bitta jarlik qilamiz. Очистить qilamiz. Hammasi o'chib ketdi, faqat Telegram qoldi. Endi buni o'zini o'chirib olish uchun bunday qilsangiz, hozir chiqib ketdi, mana hozir qolmadi. Lekin boshqatdan kirib turib, keyin swipe qilsangiz, baribir yana qolib ketaveradi. Buni olib tashlash uchun bosib turib, yana joyiga qaytarib qo'ysangiz, очистить qilganda hammasi birga o'chib chiqib ketadi.